bitada o'xshab chiqadigan haqiqiy bozor hasbi. Bu sharoitda tayyorlashni ko'rsatib beramiz. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Bizga qo'yi o'pkasi, qora talog'i va yuragi kerak bo'ladi. Bularni hammasini yaxshilab yuvib, tozalab, go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Unga mayda qilib to'g'ralgan piyoz, qiyma, sechka, ketidan ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ziravorlarning nomini har doimgidek video tagida yozib qoldirganmiz. So'ngra o'simlik yog'i va suv quyib, masalliqlarimizni suyuq holatga keltiramiz. Ana endi yaxshilab yuvilgan qo'y ichagiga tayyor qiymamizni solamiz. Qozonni qaynab turgan suvimizga tuz solamiz. Xom hasblarimizni qaynab turgan suvga 2-3 marta botirib, so'ngra to'liq holatda solamiz. Qaynab chiqqandan keyin ko'piklarini olib, nina yordamida teshib, ortiqcha havolarini chiqarib tashlaymiz. Ustini yopib, past olovda 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ungacha dasturxonimizni ko'rki bo'ladigan rozmetov kolbasalardan kesib qo'yamiz. Asl Farhod haqiqiy go'sht ta'mini beruvchi kolbasa. U 1989-yildan beri sinovdan o'tib kelgan retsept asosida tayyorlanadi. Xuddi bolalikdagi tanish hid va mazali ta'mni eslatadi. Har bir bo'lakda sifat va an'ana saqlab qolingan. Hech qanday ortiqcha qo'shimcha yo'q, faqat halol go'sht va klassik ta'm bor. Mana hasblarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ularni kesib, laganlarga chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortamiz. Sizlar ham yaqinlaringizga albatta tayyorlab beringlar. Mazasini ko'rishganida bomba deyishligi aniq. Hammaga yoqimli ishtaha.